Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun biz talabalar va o'qituvchilar uchun to'g'ri keladigan, mos keladigan Windows notebooklar ko'rib chiqamiz. $300 dan $500 oralig'igacha bo'lgan Windows notebooklar ko'rib chiqamiz. Birma-bir obzorni, narxini, xarakteristikalarini aytib o'tamiz. Mana boshladik. Xudo xolasa, Lenovo modelimiz Lenovo IdeaPad Slim modeli bu. 5000-seriya bo'ladi. Ryzen 5 8 ga 256 talik bo'ladi. Birlik garantiyalari bilan sizlar uchun $300 qilib beramiz. Kelsanglar, buni yangi korobkadan, plombadan ochib beramiz sizlar uchun. Bu model prosta vitrina uchun ochib qo'yib qo'yganmiz, o'sha obzor uchun olingan. Sizlar uchun kelsanglar, mutlaqo yangisidan upakovkadan ochib, Windowslarni o'rnatib beramiz. Bular Windowslar hali o'rnatilmagan, aktivatsiya bo'lmagan holda turibdi. Uning narxi shu eslatib o'tamiz, $300 qilib beramiz. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsatishimiz mumkin. Hamyonbobi $300 dan boshlanadi. Ryzen 5. O'sha ancha anaqa ishlarga, ofis ishlariga bemalol tushib beradi sizlar uchun. Keyin ko'pchilik bizdan HP modellarini ham so'raydi. HP modelini ham hamyonbob modeli Ryzen 5 7000-seriya. Seriyada oldinroq bu modeldan ko'ra narxi ham shunga yarasha narxi $360 qilib qo'yganmiz. Shu plombadan ochib, buni ham Windowslarni o'rnatib, programma xizmatlarini o'rnatib, bitta bonusiga ko'riklarni qo'shib beramiz. Qora rangda bu 8 ga 256 bu ham xarakteristikasi. Bu notebookimiz narxini yana bir marta eslatib o'tamiz. $360 ga plombadan ochib, yangi upakovkasini sizlar uchun aktivatsiya qilib beramiz. Keyingi modelimiz Lenovo'ning yana kuchliroq varianti. Boya ko'rsatganimiz Ryzen 5 edi. Bu modelimiz Intel Core i5 bo'ladi. Ranglari ham mokriy rangda. Lenovo V15 modeli 8 ga 256 talik. Protsessor jihatdan bularga nisbatan ancha kuchliroq, o'sha o'qituvchilar uchun, talabalar uchun bemalol o'sha ofis ishlarida, otchet topshirishlarida bemalol mos keladi, bemalol yetib beradi. Boshqa ishlarni ham qilsa bo'ladi, boshlang'ich boshqa trening boshqa ishlarni ham qilsa bo'ladi. Keyingi modellarimiz endi Asus modellari, Asus VivoBook modellari, ko'pchilik biladi bu modellarni. Asus VivoBook modellari ancha yaxshi Lenovo'larga nisbatan. Lenovo'ni batareyka jihati juda ham kuchli, batareykadan yetib berishi juda ham yaxshi. Lenovo'ni ko'pchilik o'qituvchilar, talabalar xush ko'radi. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga har kunlik modellarimiz, notebooklarimiz qo'yib boramiz. MacBook, notebook, PlayStation'larda qo'yib boramiz. O'sha yerdan bemalol narxlarini batafsil ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun ham biz uchun ham manfaatli bo'ladi. Navbatdagi modelimiz Asus VivoBookning hamyonbobroq modeli, 180 gradus, dizayni o'zgacha va ixchamroq, ingichkaroq qilingan, silver rangda. Core Intel i3 bo'lgani bilan protsessori, operativkasi bularda kuchliroq, 16 operativka, 512 SSD bilan jihozlangan notebookga mishkasini ham bonus qilib beramiz. Asus modellari uchun mishka ham bonus qilib beriladi. Yaqinroq olib kelsangiz, mana o'zini qisqacha ma'lumotlari berilgan. 180 gradusga ochilishi, qulayliklari, dizayni ham o'zgacha. Asus VivoBookda xuddi shu naqa ko'rinishi bo'lsin, kuchliroq bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana Asus VivoBook bu ham 16 operativka, 512 SSD bilan jihozlangan. Ryzen 5 7000-seriya. Bu Ryzen 5 endi Intel Core i3 dan balandroq yuradi potokda. Bu ham xuddi ko'rinish jihatdan bir xil nikel rangda. Buni ham xuddi upakovkadan ochib beramiz. Bular hammasi yangi. Nega ochiq degan obunachilar bo'lsa, bu vitrina uchun ochib qo'yilgan, klientga ko'rsatish uchun qo'yilgan modellar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini Ryzen 5 ta narxini sizlar uchun $390 qilib qo'ydik. Core Intel i3 ta narxini esa sizlar uchun $320 qilib qo'ydik. $320 ga juda ham yaxshi narx deb o'ylayman. Endi yana ham kuchliroq bo'lsin, boshlang'ich trading, boshlang'ich Photoshop mashina narsaga tushsin desanglar, bu model eng oxirgi modelimiz. Bu ham Asus VivoBook. Bular ham tushadi, lekin buni xarakteristikasi jihatdan ancha kuchliroq. Asus VivoBook, ranglari ham skromniy rangda. Core Intel i5, ko'pchilik i5 Intel protsessor xoliydi. Shular uchun aynan mos keladigan ofis notebookimiz. Buning imkoniyatlari ularga nisbatan ancha kuchliroq programmalarda ham ishlab beradi. Buni ham
Sizlar uchun narxini $490 qilib qo'ydik. $500 emas, $490 qilib qo'ydik. $500 demoqchi edim. Sizlar uchun $10 skidkani kelsanglar, yana skidkasi bor. Yana bir marta eslatib o'taman, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar uchun ham manfaatli bo'ladi. Har doim sizlar uchun kontent qilib, arzon hamyonbop narxda notebooklar, MacBooklar, PlayStationlar chiqarib borishga harakat qilamiz. Keyin dastavka xizmati bormi, yo'qmi? Dastlabki xizmati albatta bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Keyin bularni ko'pchilik birdaniga pul berib ola olmasligi mumkin, imkoniyat yetmasligi mumkin. Ular uchun ham biz sharoit qilib qo'yganmiz. Uzum nasiya orqali bemalol olsanglar bo'ladi. Uzumdan limitlar bo'lsa, limitlarni bilmasanglar, tekshirib, bilib bizga aloqaga chiqsanglar, yog'ini aniqlamiz, gaplashib, kelishib sizlar uchun qilib beramiz. Masofadan turib ham bo'ladi. Uzum nasiya olmoqchi bo'lganlar masofadan turib ham olishinglar mumkin bo'ladi. Uzoq masofada turgan va kelish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun uzum nasiyani onlayn ravishda rasmiylashtirib, ularga dastlab qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Instagram kanallarimiz ham bor. Instagram kanallarini ham qoldirib ketamiz. Bemalol obuna bo'lib qo'ysanglar, har kunlik video, manfaatli videolar chiqarib boramiz. Bu yerda ham ko'rib borishinglar, kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol tushunmagan joylar bo'lsa, batafsil ma'lumot uchun nomerlar qoldirib qo'yamiz. Shularga telefon qilib, bemalol telefonda ma'lumotlar olishingiz mumkin.